masalamizda pomidor mevasining yumaloq va uzunchoq, tukli va tuksiz hamda gulbandida hamda yakka holatda to'ppi gulda birlashgan o'simliklar chashishtirildi. Qo'shila simyoviy masalalarda asosan mana vegetariz organizmlar ko'proq tahliliy chachishtiriladi. Bu kamdan kam holatida undan boshqacha bo'lishi mumkin. Asosan mana 8 ta gametra bo'yicha ishlaysiz bunda. Faqat so'raladigan narsalar juda ko'proq bo'ladi. Ya'ni murakkablashigan masala bo'ladi. Avvalgi ikkita masalamizdan ham ko'ra murakkabroq bo'ladi bu. Lekin yangilik bo'lmagan joyi sizlarga yerlarda joylashish tartibini o'rgatish. Ya'ni yana boshqadan eng ko'p ikkitasini yozib olamiz. Mana nokrasini ko'raylik. Ya'ni katta O, katta P, kichik S holatida hamda kichkina O, kichkina P hamda katta S holatida nokrasovir organizmlar ekan. Eng kam bo'lgan ikkitasi mana qo'shkira simyoviy bo'ladi. Ya'ni katta O, kichik P, katta S. Keyingisi kichkina O, katta P, kichkina S. Endi yana o'xshash gametralarni ko'ramiz biz. Bu mana P bilan katta S bo'lsa, bundagi P bilan katta S ga mos keladi. Ko'rdinglarmi? Endi mana katta P bilan kichkinasi bu tomondagi katta P bilan kichkinasiga mos keladi. Demak, O harfi O geni o'rtada joylashadi. Shunga ko'ra boshqadan yozaman endi. Mana katta P, katta O, kichik S. Keyingisi esa kichkina P, kichkina O, katta S holatida yoziladi nokrasovir organizmlar. Yerlarni joylash tartibi deganda agar milliy sertifikatdan 41, 42, 43 masalalarga to'g'ri kelib qolsanglar, mana bu ko'rinishda emas, mana bu ko'rinishda yozsanglar yaxshi bo'ladi. Xo'sh. Qaysini dedi? Mana. Katta O, kichik S ko'rinishda, kichkina P, kichkina O, katta S ko'rinishda yozib olsalaring, afzalroq bo'ladi ana qolganimizga nisbatan, mana yozganimizga nisbatan. Mana shu ko'rinishda ketma-ketlikda. Hozir biz genlarni joylash tartibini belgiladik, demak birinchi qismiga javob berdik. Endi ikkinchi qismi genlarni orasidagi masofani topish. Avval shu o'zimiz uslubda topaveramiz. Ya'ni avval qo'shkira simyoviy foizini topamiz. Qo'shkira simyoviy miqdori 4 ta ekan organizmlar. Biz umumiy organizmlarga bo'lamiz. Xo'p, umumiy organizmlarni hammasini qo'shib chiqsak 1000 ta bo'ladi. Ya'ni bizda qo'shkira simyoviy organizmlar 4 ta, uni 1000 ga bo'lib 100 ga ko'paytirsangiz, shunda 0.4% bo'ladi. Qo'shkira simyoviy 0.4%. Endi yana boshqatdan yozib chiqmaymiz, endi og'zaki hisob-kitob ko'ramiz endi. 73 bilan 63 ga qarasangiz, qarang, katta O, katta P, katta S ekan. Endi biz bu mana bu S'larni o'rnidan almashganda keladi. Ya'ni bu O bilan S bilan O ning o'rtasidagi yakka simyoviy bo'ladi. Ya'ni O chiziqcha S orasidagi yakka simyoviy bo'ladi. Bu 63 ga 73 qo'ysiz 136. 136 ni 1000 ga bo'lib 100 ga ko'paytirsangiz 13.6 bo'ladi foizi. 13.6% bo'ladi. Ya'ni O bilan S orasidagi. Endi bizga P bilan O orasidagi masofa kerak. Ya'ni P chiziqcha O orasidagi masofani topish uchun 96 ga 110 ni qo'shamiz. Qo'shsak shunda 206 chiqadi. 206 ni 1000 ga bo'lsangiz 20.6 chiqadi. Xo'p, 1000 ga bo'lib 100 ga ko'paytiradigan bo'lsak 20.6 chiqadi. Endi bir yo'la yozib ketaveraman. Mana bu joyga yozaman bir yo'la. Qarang. P bilan O ning orasi 20 yu shuni o'zgartiraylik shuni. Qarang. Ana rangi. Mana. Xo'p, qarang. 20.6% bo'lsa bu unga qo'shkira simyoviy foizini qo'shsangiz marganida kelib chiqardi. Ya'ni qo'shsangiz 21 marganida chiqadi O bilan P ning orasi. Endi keyingisiga 13.6 ga
13,6 ga 0,4 ni qo'shadigan bo'lsangiz, 13,6 ga 0,4 ni qo'shadigan bo'lsangiz, bu degani 14 degani. 14 marganida bo'ladi. Genlar orasidagi masofa P bilan O ni orasida 21, O bilan S ni orasida 14, endi P bilan S ni orasida esa 35 marganida kelib chiqadi. Bu xuddi shu uslubda olinadi. Endi ota-ona gen organizmi genotipini so'raganda, bu mana shu ketma-ketlikda yozaveramiz. Ya'ni ota organizm mana bu bo'ladigan bo'lsa, ona organizm tahliliy chatishtirish natijasida kichkina P'lar, kichkina O'lar, kichkina S'lar bo'ladi. Endi oxirgisida koinsidensiya hamda interferensiya koeffitsiyentlarini topaylik. Xo'p. Yo'q, mayli. O'chirib qo'yaylik, shuni qo'shimcha bo'lmasa shu. Endi o'chirib yuboramiz ekan, o'rtoqlar, mana bu joyni o'chirib yuboramiz. Ana shunda bizda chiqaveradi ekan. Chunki mana bu joyga yozib oldik-da. Yozib olganimiz uchun endi biz o'chiramiz. Ana o'chirib yubordik. Endi biz interferensiya koinsidensiyani topamiz. Xo'p, ikkalasini yig'indisi mana K bilan plus interferensiyani I ni yig'indisi barobar bo'ladi 1 raqamiga teng bo'ladi. Har doim interferensiya hamda koinsidensiyani foizi bu qoida. Endi koinsidensiya qanday topiladi, interferensiya qanday topiladi? Buni aniqlashdan avval biz birinchi qiladigan ishimiz nimani topib olishlikda? Nazariy qo'shma simyog'och. Bizda qo'shma simyog'ochni topganmiz. Bu topganimiz amaliy qo'shma simyog'och edi. Amaliy qo'shma simyog'och bilamiz 0,4% chiqadimi? 0,14% teng. Biz endi nazariy qo'shma simyog'ochni aniqlaymiz. Buning uchun mana genlar orasidagi masofani, ya'ni 21 ni ko'paytiramiz 14 ga bo'lamiz 100 ga 1000 ga. Yo'q. 100 ga bo'lamiz. 100 ga bo'lsak, nima kelib chiqadi? Nazariy qo'shma simyog'och foiz kelib chiqadi. Bo'linglarchi 294. Nazariy qo'shma simyog'och teng bo'lar ekan 294% ga teng bo'lar ekan. 294% ga teng bo'lsa, bu nazariy qo'shma simyog'och, lekin amalda bizning 0% ga teng bo'ldi. Endi buni qanday qilamiz endi? Endi biz koinsidensiyani topamiz. Koinsidensiya teng bo'ladi. Qarang. Mana 294 chiqdimi? 294% bu nazariy qo'shma simyog'och. Koinsidensiya teng bo'ladi. Amaliy qo'shma simyog'ochni nazariy qo'shma simyog'ochga bo'lganiga teng bo'ladi. Bunda ya'ni biz nima qilamiz? Bunda nima qilamiz? 0,4 ni 2,94 ga bo'lsak, bizga koinsidensiya kelib chiqadi. 0,14 chiqdimi? 0,14. Bu koinsidensiya chiqdi. Endi bizdan koinsidensiyani naqasini, miqdorini topdik, koeffitsiyentini topdik. Endi biz interferensiyani topish uchun 1 dan 0,14 ni ayirib olamiz. Shunda teng bo'ladi 0,86 chiqadimi? 86 bu interferensiya, 0,4 bu koinsidensiya chiqadi. Mana shu tarzda masala ishlanadi.